Yaqinlashib kelayotgan muborak Ramazon oyi oldidan qalbimda bir iltijo bor. Agar bilib yoki bilmay, so'zim bilan, sukutim bilan, qilgan ishlarim bilan sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring. Balki e'tiborsizligim kimningdir qalbida iz qoldirgandir. Men buni istamagan edim. Ramazon nafaqat roza tutish, balki qalbni poklash, dillarni yarashtirish oyidir. Shuning uchun bu muborak oyga pok qalb bilan kirishni istayman. Agar mendan rozi bo'lsangiz, men uchun eng katta sovg'a shu bo'ladi. Alloh hammamizni kechirguvchilardan va kechirilguvchilardan qilsin. Yaqinlashayotgan Ramazon barchamizga tinchlik, baraka va poklanish olib kelsin. Mendan rozi bo'ling.